computer. Okay. Ladies and gentlemen, söyümlük savaştaşlar, ondaqda diqqat qiladigan bo'lsanglar, men hozir qarasanglar atlanacademy.com degan torbetni ochdim. Qarasanglar atlanacademy.com. Hozir agar telefoninglar bo'lib qolsa yoki agar kompyuterda darsga qatnashayotgan yoki iPadda dars qatnashayotgan bo'lsanglar, boshqa yana bir elektronlik ashundaq asbobinglar bo'lsa, mushu torbetni ochsanglar, men bilan tang kira olasizlar. Men lekin buningki qandaq bu app ma app javobdashlar. Agar telefoninglarda bo'lsanglar qandaq chiqishmi intayin oson. Hozir telefoninglar chiqib qolganlar bormi hozirning o'zida? Men deb bo'g'ichilik. Bu appni tushiramiz ma'lum telefonga. Hozir shu men degan Atlan Academy hozir men bir nimani dedim-ku savoqdashlar sizlarga. Okay. Qarasanglar men ekranda ko'ryapsizlar. Atlan Academy nima? .com. Mani shu telefoninglarda balkim Safari telefoninglar iPhone yoki boshqa telefonlar bo'lsa, mushu nimani kirgizsanglar bo'ldi. Hozir men torbetning ismini Atlan nima academy.com kirgizgandan keyin ichiladi. Bilasizlar, agar muallim mening e-mailimni ishlatib kirib qo'ygan menga keyin maxfiy nomerini deb bersangiz bo'ldi desanglar, men bilasizlarning e-mailinglarni ishlasam bo'ldi. Qaysinglar xohlaysizlar? E-mailinglarni share qilishni, ya'ni boshqalar bilasizlar el-xat adresinglarni share qilamsizlar yoki o'zim kiraymi o'zimnikida? O'zimnikida kiray bo'ldi. Undaqda qaranglar, hozir hech qandaq nimanglar yo'q holatda, hisobinglar yo'q holatda o'zinglarning el-xat adresini kirgizib, ondan kamida 6 raqam yoki harf orqali maxfiy nomer kirgizsizlar. Undan keyin men men qo'shilaman u shartlarga, mulozimat shartlariga va nima deymiz, privacy deganimiz hamda maxfiyatlik siyosatiga qo'shilaman deganni qo'shilishni bosgandan keyin create free account, haqsiz o'quvchilik hisoboti ichish deganni bossangiz ichiladi. Bir narsani xato kirgizgan o'xshayman. Okay. Endi sign in. Men ma'noda allburun kirgizib bo'pti ekanman, shuning uchun yana bir qitim. Okay. To'xtanglar, maxfiy nomerni xato kirgizibdiman. Mana hozir menda telefoninglar menda qiliq nima ko'rindi? Kompyuterimda cho'ng ko'rinyapti-ku qarsanglar. Lekin bu telefonga aylangan app mavjud. Telefoninglarda intayin nima ko'rindi deymiz? Rohatlik ko'rindi odamdiq. Ana menda profile degandan til o'zgarta olasizlar. Agar uyg'urchasini o'zgartiraman desanglar, uyg'urchaning 3 xil shakli bor. Ko'n yiziq, yangi yiziq yoki Slavyanchasi. Slavyanchadan da uyg'urcha, O'rta Osiyodagi Sovet ittifoqi tarafda ishlatilgan şey. Ko'n yiziqni tilni qo'llanish deganni qilsanglar, appning butkul tili mana o'zgaradi. Boshpatga kirgandan keyin oliy a'zo bo'ling deganni besishingizning hojati yo'q hozir. Faqat avval sizga o'tgan Atlan ingliz til birinchi qism, Atlan ingliz til ikkinchi qism, undan keyin Amerika Ayl albomini Amerika ingliz tili deymiz. Amerika ingliz til birinchi qism, Amerika ingliz til ikkinchi qism deganning qaysisiga kirib o'rganmoqchi bo'lsangiz o'rgana olasiz. Kursni boshlang deydi. Mana bu yerda kirsangiz, darslarni ko'rishni bossangiz, hozir darslarni ko'ra olasiz mundaq. Uningdan boshqa elifba deb shu birinchi dars hozir kirganingiz birinchi bob, inglizcha elifba degan birinchi bob.
İlipbani kirib mındaq ügünələysiz. Mesela anlayman deseniz anlaşını bassanız. Hey, Oq birdi o mındaq. hey. Okay. Hello, hello, hello. Anladınız. Yaxşı. Endi mesela got it deseniz ben tushundim degan gap. Yani bir harf chiqdi, uni ügünüsiz. Endi bu harf ügünüşdən başqa mana sınaq berishingiz kerak. Ma o'qilishi qarab turib, qaysini tanlaysizlar? Tanlab beqinglar birsinglar. Ma o'qilishi B degan ma 4 harfning qaysini B. tanlaysizlar? B. Buni shunaqa? Ha, Mhm. to'g'ri ekan mana. Next. Mani qaysini tanlaysizlar? We. Mana. Yana? Z. Hmm. Endi bo'pti buni men nim qildim. Uniki so'ziq tovushlar deb ma birinchi bob ma o'rgangan. So'zlar deb ma so'zlarni o'rganalaysiz. Masalan, bir bassanglar Apple degan. Endi mayani bassanglar saqlab olish. Saqlaganlaringlar nima deganda keyin ko'raymani deganlaringlar. Mayani bassanglar saqlaganlaringlar chiqdi. Ma kartalar deganinglar shu yangi so'zlar. Masalan, anglayman. Masalan, mana. Apple, Apple. apple. Endi masalan men tushunib bo'lgan bo'lsanglar, masalan meni to'xtaya anglab boqay deb. Masalan bundaqa got it, bildim deb. To'xta ma so'zni men saqlab olay degan bo'lsanglar, ikkin saqladinglar. Saqlab olganlaringlarni keyin o'rganib got it qilsanglar, got it degan tushundim degan gap. Endi qaytib berib ma study degan ma o'rganish dars mazmunini o'rganish. Ma practice deb yezish, anglash, so'zlashni mashq qilib oldi qaranglar. Mandaq shu haqiqiy mani masalan bir harfni o'zinglar so'zlay olaysan mandaq. I. Hozir men o'zimninkini anglay olayman o'zimning ovozimni. I. Mana E. nimaninkini olib next step ikkinchisi. Masalan mani Newspaper. endi men o'zim so'zlab mashq qilib boqay desam newspaper. Açıqda great job qilding dedi. Newspaper. Ma o'zimninki o'qiganim. Ondan butkul ma birinchi bobning darslarini har birisini tugatib bo'lsanglar, maya qanday holat ko'tadi deganda, masalan, ma filmlarni, darslarni to'liq ko'rib bo'lsanglar 4 darsni. Maya menda yeshil holatga keldi. Tugatdingiz deb persent chiqdi. Ana ma ilibbanimi, ma kartlarning hammani garet qilib tushunib, anglab, uniki quiz ma savollarni yaxshi o'rganib bo'lsangiz, bu yami ma persent o'zgaraydi mayarki persent. 100% maya 90% kelganda maya dars siniqi deb eng oxirdagi siniqi ichiladi. Ma hozir ichilmaydi buni bassangizmi? Lekin ichiladi. Endi birinchi bobni o'rganib bo'lgandan keyin ikkinchi bob, uchinchi bobni o'rganaman desangiz, ma birinchi bob 100% holatga kelganda ikkinchi bobni ochqil bo'ldi. Endi ma yana lug'at shakli bor. Hozir 4 kitob darsini o'tab bo'ldim-ku. Atlan ingliz tili birinchi, ikkinchi, Amerika albomi birinchi, ikkinchi qism deb. Bu 4 qismda 12401 so'z chiqar ekan savoqdoshlar. Shuning bilan bu lug'atni ichib olib, sizlar to'xta deb bugun bayatın men bir so'z birasini deb qilinglar, bayatın so'zlagan so'zdan birani. Nimani so'zladik masalan? Occupation deylik, ha? Occupation mana. Kasb. Anglayman desanglar. Occupation. Jumlasi. What is your father's occupation? Is he a doctor? Uniki qaytish deb to'xta yana boshqa so'zni topaman desanglar, mayariqda occupation shu 4-5 yerda chiqibdi bu so'zchi o'xshamaydigan darslarda. Masalan, mayada occupations degan atlan ingliz tili birinchi qism, mama vaqt Amerika ingliz tili deganda. Masalan, Amerika ingliz tilida chiqibdi. Atlan ingliz tilininki nimasidan chiqqanlari baka deganga o'xshash. Qaysi yerda chiqdi, nada ko'rilyotdi, ashning hammasi masalan chiqdi. Barliq kurslarninkini izlayman desanglar bundaq. Atlan ingliz tili 1441 so'z baka. Atlan ingliz ikkinchi qismda 2338 so'z, Amerika ayl albomida 4100, ikkinchi qismda 4400 degandek. Endi hozir qarasanglar men 5 so'z izlab bo'ptiman. Bugun haqsiz izlaydigan so'zdan 25 bakan to'q haqsiz o'quvchi bo'lsam,
Hozir 5ni izlabdiman, ya'ni 20ni izlash, huquqim bor ekanda 25ni izlay olmayman. Endi men yerda hayajonliq bir narsa chiqdi. Mana bu AI bilan paranglashadigan ovozliq ham bundaq nimalik deymiz, nima? Tekstlik. Masalan, hey, how are you deb chiqibdi-ku. Hi deb qo'yay qani. Nima deydi, ko'rib boqaylik. Nima dedi? Hi, how is it going deydi. Onun için özünler nima to'g'risida paranglashmoqchi bo'lsanglar, tekst bilan paranglasha olasizlar. Endi gap qilib paranglashaman desanglar, men haqsizni ishlatib olibdiman. Men sinoqdichu. Lekin haqsiz o'quvchiningki tunji qitimda 5 qitim paranglashadigan nimasi bor. Nima deymiz? Huquqi demdiq. Endi men yerda Uyg'urchadan zerikdim bo'ldi, men tilni o'zgartiraman desanglar, app tilini inglizchaga o'zgartirib olsanglar bo'ldi. Yoki men ko'ni yozishni bilmaydim, yangi yozishchi o'qib ko'ray desanglar, menda yangi yozishchi ko'rsanglar bo'ldi. Mana davomlashtiring, kursni boshlang degan gaplar chiqdi. Endi yoqman bo'ldi bu yangilash inglizcha ko'rib o'rganaychi desanglar inglizcha. Malum bizga bu haqsizligini biz qo'llanamiz, lekin biz haq to'lab qo'llanamiz bu boshqasi. Barliq o'quvchilarning hammasi haqsiz qismidan mangu haqsiz qo'llanib oladi. Masalan, lug'atning 25 so'zni har kuni 25 so'z aqtira olasiz. Tushundingizmi? Bu har kuni yangidan 25 so'zmi? Her kuni 25 söz. Endi tutor degan AI bilan paranglashganda har kuni tunji qitim siz kirgan vaqtda 5 qitim ovozliq paranglasha olasiz. Uningdan keyin har kuni 10 qitimliq tekstlik paranglasha olasiz. AI o'qituvchi bilanchi. Uyg'urcha o'zgartib tushuntirib qo'yay. Qaranglar. Muallim degani AI o'qituvchi. Buningda har kuni tunji siz nimani ochgandan boshda nimani deymiz? Appni ochgan vaqtda 5 qitim ovozliqni paranglasha olasiz. Ovozliq gap qilsangiz, sizga ovozliq javob qaytaradi. Siz inglizcha paranglasha olasiz. Endi tekstlik gap qilsangiz, tekstlik javob qaytaradi. Ma'lum bu mashg'ulotlarni biz o'quvchilardan boshqalarmish qo'llanamda. Ama haqsizni hamma o'quvchilar qo'llanib oladi. Kim bo'lsa bo'ldi. Endi diqqat qilinglar. Muallim 10 uchur, lug'at 25 uchur. Bu mangu haqsizmi shundaq? Har kuni 25 so'z izlayolasiz, 10 paranglasha olasiz tekstlik. Endi boshpatdagi Atlan ingliz tili birinchi qism, ikkinchi qism, Amerika ingliz tili deganimiz Amerika ayl albomi. Buningki tunji darslari mangu haqsiz. Ana qaranglar. Endi qurg'uvchi o'quvchilar sizlarning to'g'ri bitinglardiki, naq maydonga darsga hech kishi qatnashamaydi bu appni tushirgan kishilar. Tushunishlik? Undan keyin barliq sizlarning qurg'uvchi o'quvchilarning naq maydondagi o'zinglarning darsxonalaridagi darslaringlar bor-ku. U qurg'uvchi o'quvchilarning narsi, u boshqa. Endi app qandaq narsa deganda bu ayrim bir o'rganish detali. Masalan, biz agar Amerika ayl albomini o'rgangan bo'lsanglar, to'xtanglar, nimani achay hozirgi atlaningiz ikkinchi qismni. Birinchi bobda mana dialoglar bor, esinglarda bo'lsa, shunaqmi? Az diyaloglarni o'lik oldi o'rganmay, mana anglab o'rganalaysizlar. Hi, how are you? I'm fine. Thanks. How about yourself? I'm okay. I'm a reporter from NBC. My name's Kate. What's your name? My name's Benjamin. What's your job? I'm a cyclist. Masalan, mana anglab bo'lgandan keyin answer questions deydi. Savollarga javob bering deydi. Masalan, savollarga javob bering desam, mana what is Kate's job deydi. I'm a reporter deganda. Man tanlasangiz to'g'ri tanlaysiz. What is Benjamin's job? Benjaminning xizmati nima deydi? Cyclist endi men bir xato tanlab qo'yay. Qaranglar, xato bo'lib qoldi. Endi Kate nerede ishlaydi deydi. Where is Kate
a reporter, NBC. Hozir mana ikkini to'g'ri ishlatdingiz, birisi xato, uchning ichida deydi. Review bir xato ishligimni ko'rib o'tay deb, undan keyin cyclist to'g'risini tanladim, hozir hammani to'g'ri ishlab bo'ldim. Endi men dialogni o'rganib bo'lgandan keyin mana yeshilga o'zgaraydi, persenti o'zgaraydi. Endi role play degan vahshiy muhim narsa bu. Ma'uningdan yaxshi foydalanish kerak. Nima degan gap role play degan gap? Rol ile paranglasha olaysiz. Kate olamsiz, Benjamin mi? Benjamin. Benjamin olay, unda Hi, how are you? endi men deydigan gapni chiqarib beri, ma gapni down deydi. I'm fine, thanks. How about yourself? deb angla olay avval. I'm fine. Thanks. How about yourself? Endi men mikrofonni bisib, telefonimdan ovoz ola olaman ash gapni deb. I'm fine, thanks. How about yourself? Men mikrofonni bosdim, hozir transcribe qiladi. Hozir o'zimning ovozimni anglay olaman, qaranglar. Thanks. How about yourself? Endi men to'g'rimi, xatomi deb bossam hozir. Mana. Great, that's correct. To'g'ri qildingiz, endi continue dey, davomlashtirdim. Hey, Öyle I'm a peskine. reporter from NBC. My name's Kate. What's your name? Endi mening yana deydigan gapim chiqdi. Men manda mash qilma. Endi ma darsning mazmunlarini study degan qismida o'rganib bo'lgandan keyin practice deb ma imtihon bor. Bir darsni butunlay hamma ko'nikmalarini astoydil o'rgansangiz hammasi yeshilga o'zgaraydi. Mesela imladan tatib, mashqlardan tatib, darsning har bir masalan birinchi bobni ismingiz nima deganni o'rganib bo'lsangiz, eng oxirida dars siniqi ichilmaydi. Faqat ma ustidagi darslarni o'rganib bo'lsangiz, andin sinoq ichildi. Sinoqdan o'talisangiz ikkinchi bobga kira olasiz. Lekin endi barliq darslarning hozir darsxonaga kirsangiz, ma 4 kitobninki 4 darslarning filmi o'tilib bo'lgan qismi. Onun için ögündiğen hamma narsasi bu aktiv holda ögüniş deymiz. Hozir sizlarning ögünüyotganinglar naq maydon darsi qatnashib, filmlarni ko'rib, o'zinglar ögüniş u qanday deganda burunqi 10 yilning, 20 yilning, 5 yilning oldidagi ögüniş usuli. Hamda hozirgi vaqtda butunlay fan texnikining eng yuqori nimasidan foydalanib turib ögüniş kerak-ku hamda. Shu arzu bilan buni chiqardik. Endi men lug'atda 25 so'zni haqsiz deya olasiz kuniga, har kuni. Buguni masalan 25 ni o'zlab bo'lsangiz, ertasi yana 25 ni. O'g'ini. Men muallim bilan nima qila olasiz? 10 tal uchur paranglasha olasiz. Inglizcha. O'zingiz o'rgangan, masalan, voy men qahvaxonada qandaq gap qilsam bo'ldi deb gap kirgizsangiz, masalan, sen qahvaxonadagi adam bo'lsang, buyur qahvaxonaga mulozim bo'lib bo'lsang, men kirib gap qilsam, men nima desam bo'ldi desangiz, siz bilan paranglashib birdi masalan. Siz qandaq paranglashman desangiz, shunday paranglashadi. Endi bu darslarda men lug'atdan yaxshi foydalaning, muallimdan yaxshi foydalaning. Men 4 kursninki shu haqsiz birinchi darsini o'rganib ko'ring. Endi o'rganib bo'lgandan keyin endi to'xtama haqiqatan mening o'rganishimga eng mos keladigan kantoq endi keyingi ikkinchi bob, uchinchi boblarini mashq qilsam bo'ldi desangiz, albatta bo'ladi, bo'lmaydi emas. Endi siz hozir muallim hammasi haqsiz bo'lamdi desangiz, hammasi haqsiz bo'lmaydi. Endi hozir mushu tunji o'quvchiga asli buningki oylik haqqi $25. Nima uchun $25 deganda bayotin menlik ovozliq gap qildim-ku masalan. Alo, ovozliq gap qilgan qismi u bu narsalarga men har bir ovozni taniydiganmi bir gap qilsangiz mendan pul tutib qoladi sistemadan. Gapni tushunishlik? Yes. U bikog'i mangmaydi. Men muallim bilan so'zlashsangizmi, AI sistemasidan, meningga men nim qilgan AI sistemasidan mendan pul tutadi. Endi oliy a'zo bo'lsa, nim bo'ladi deganda oyligi $25. Buningda barliq kurslarning hammasi to'liq ichiladi. Lekin to'liq ichilgan bilan
mayerki ma qulub o'zgaraydi, soatga o'zgaraydi. Ya'ni birinchi bobni tugatmay, imtihondan o'tmay turib ikkinchi bob ichilmaydi. Pul to'lasingizmi demakchi. Pul to'laganlarning ichiladi, pul to'lamaganlarning qulublik tuludi demakchi. Endi bu oyliqi $25. Endi buningda muallim bilan qanday paranglasha oladi deganda her kuni ovozliq 20 qitim paranglasha oladi, uchurliq 60 qitim paranglasha oladi. Pul to'lagan o'quvchilar. Lug'atni cheksiz izlay oladi har kuni. Qanchalik so'z izlab qanday o'rganaman desa bo'ladi. Ya'ni barliq darslarning hamma narsasi ichib o'tilgan bo'ladi. Endi yana bir narsa, $25 degani oylik haqqi $25. Lekin tunji 500 azat tizimlatgan. Ya'ni sinab ko'rib, ajab yaxshikan, men tizimlataman degan 500 a'zo yiliga $120 topshirsa bo'ladi. Ya'ni iyiga $10 topshirgan bo'ladi. Endi shu to'lagan 500 a'zo to'shqan vaqtda sistemadan biroqla ma'ning bahosi o'zgaraydi. Siz a'zo bo'laman desangiz, buni bossangiz, pul to'laydigan bat ichiladi, uchurlaringizni kirgizib pul to'lasangiz bo'ladi. Lekin men nimani tavsiya qilmayman hozir deganda, hozirli pul to'lang emas, avval bir qancha kun 5-10 kun hamma haqsiz narsadan foydalanib, nima qilib beqing? Ko'rib beqing. Bu qandaq deb. Uningdan keyin bo'ladi. Endi ba'zilar agar bu biz qurg'uchi o'quvchilarlik $500 to'lagan to'q bu qandaq desangiz, ilqi Toyota deb bir mashina bo'lgan bo'lsa, uninga o'xshamaydigan markalar oldi-ku. Bir mashinani setib olgan bo'lsangiz, siz u Toyota shirkati chiqargan hamma mashinani sizga bermaydi. Shunga o'xshash, sistemaning ichidagi haqsiz o'rganadigan narsalardan foydalansangiz bo'ldi. Agar haqliqqa ehtiyojingiz bo'lsa, shu bir oyliqini sinab ko'rib boqaman desangizmi bo'ladi, yoki endi yilliqini sinayman desangiz, $120 to'laydiganninki yilliqi 500 a'zo bilan tugaydi. Ya'ni bir yaxshi yeri $120 to'lab olgan a'zolar ikkinchi yilimi bahosi o'sib ketgan vaqtdimi o'xshashlar shu $120 to'lashni davomlashtira oladi. Masalan, $199 ga chiqib ketdi degan bo'lsa, lekin siz $120 boshda to'lab amaldan qoldirib etmaganlar bo'lsangiz, a'zoligingiz ikkinchi yilimi, ya'ni davomlashtirman desangiz, shunday qilgan olaysiz. Ondan boshqa yangi dars mazmunlarimi uzluksiz qo'shilib mangdi, lekin hozir men mazmun qo'shildi deb sizga hech narsa demayman. Qo'shilgan vaqtda qo'shilibdi deb bilsangiz bo'ladi. Degandek. Ham savolingiz bo'lsa, so'rasangiz bo'ladi. Any questions? Muallim. Oh. Masalan, mau appni, mesela sizin dersinizga qatnashmaganlar pul to'lab olsa bo'lamdi. Kim qilsa bo'laverdi? Bilaveramda. Sizlar masalan do'stlaringlarga bu appni tavsiya qilsanglar bo'ldi. Hamda bir yeri bayatın degandek, mening oldimga hech kishi kamisi bo'ldi. Muallim, o'tganda $120 degantingiz, hozir olsam $150 turdi. Bu qanday ish demisingiz bo'ldi. Nima deganda, oldingi 500 nafarga men alayida nimani ko'zlamay hech qanday o'zim amaliyotda appninki keyindagi emgak ajr, undan keyin ketirgan siz ishlasangiz ketirgan iqtisodiy selinmasini o'ylaganda hozir sizga da'vatgan bu pul hech nima emas. Lekin shundaqdimi, endi bu samimiyatni tushunib turib, nima qilsangiz bo'ladi, ishlarni elib borsangiz bo'ldi. Ham tizimlatgan vaqtda men hargiz oldiratmayman sizni, hozir tizimlatib pul to'layman emas. Lekin avval sinab ko'rib, haqiqatan yaxshikan degan vaqtingizda tizimlatgandan keyin undan davomli o'rganishni davomlashtirsangiz bo'ldi. Tizimlatmay haqsiz qismidan mangu foydalanaman desangizmi, u o'zingizning xohishingiz.
Unda qilsangizmi bo'ladi. Andin kim kirib tushirib o'rgansa tamamen bo'ldi. Chunki qurg'uvchi o'quvchilar atlarning naq maydon darslarini anglaydi. Ayada qurg'uvchi o'quvchilarning subsidiki darslarni xohlagan vaqtda xohlagan mazmunlarni ko'rib foydalana oladi. Endi ma apptikilari bu aktiv holda o'rganish deymiz. Ya'ni shu darsda anglagan narslaringizni amaliy anglab, so'zlab, ma sınaqlarını mesela ma writing deyimiz, yazıqçılık, anglash, so'zlash. Ma so'zlashlarmi mesela ma Apple degan gapni anglab, uniki tap to speak, gap qiling deb hozir mesela Apple desem, hozir meningki ovozimni bilib, nimamni ko'rsatib berdi. So'zliginimni. Yaxshi qildimmi, qilmadimmi, naga bor degan. Buni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Ashundoq. Ham kim tushirib o'rgansa bo'ladi demakchi. O mesela şey gelle bizdeki okşaş pul tölemdi. 120 mesela $120 tölemdi. Sırttan kirgelle. Mesela ben hazır bir dostumga tavsiye kılsam. Da bir etaydı. Ular qancha Kim to'laydi? ya oldingi 500 kishi, mayada oldingi 500 kishi kim bo'lishining chunki hozir ma Atlanda 120 dak 120 nechi bo'lishi kerak. Qurg'uvchi, o'quvchi deb hozirgi naq maydon darslarga qatnasha oladigan o'quvchilar bor. Masalan, hozir men bu ma oldin oyligi $10, yillik hisoblanadigan $120lik oliy a'zo bo'lganini 500 nafarga chiqarib qo'ydim. Demak, oldin masalan sizlarning do'stlaringlar, bildiganlarmi kirib tizimlitib, avval haqsiz faqat avval tizimlitib kirgan vaqtda haqsiz o'rganishga kirdi. Endi o'rganib ko'rib, to'xta, yo'q, men meningdan foydalanganman bo'ldi, a'zo bo'laman desa, uningdan keyin a'zo bo'lishni tanlab, oylikni tanlasa oylik, yillikni tanlasa yillik a'zo bo'lib mangdi. Ashundoq. Okey, rahmat. Azmaydi. Undaqda savoqdashlar o'chirib etdim.